Birlashgan Arab Amirliklarida qolib ketgan o'zbekistonliklar mehmonxonaga joylashtirildi. Yaqin Sharqdagi keskin vaziyat sababli parvozlar bekor qilingach, O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi bosh konsulxonasi Dubay, Sharja va Abu Dabi shaharlaridan ortga qayta olmayotgan o'zbekistonliklarni mehmonxonaga joylashtirdi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar qildi. Keltirilishicha, 2 mart holatiga ko'ra Dubaydagi Hyatt Place Dubai mehmonxonasiga jami 93 nafar fuqaro joylashtirilgan. Ularning 61 nafari ushbu mehmonxonaning o'zidan chiqarib yuborilgan fuqarolar bo'lib, vaqtinchalik turar joy masalasida qiyin ahvolga tushib qolganda. Shuningdek, 27 nafar Floria Hotel mehmonxonasidan chiqarib yuborilgan fuqaro ham joylashtirilgan. Qolaversa, ko'chada qolib ketgan 5 nafar fuqaro ham aniqlanib, xavfsiz joyga ko'chirilgan. Bundan tashqari, Hampton Bay Hilton Dubai mehmonxonasiga 39 nafar fuqaro joylashtirilib, ularning yashash sharoitlari ta'minlangan. Shu bilan birga, Abu Dabi shahrida og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan 4 nafar fuqaro AG Hotel Abu Dhabi mehmonxonasiga joylashtirilgan. Ularning salomatligi va xavfsizligi alohida nazoratga olingan. Hozirgi vaqtda barcha fuqarolarimizga zaruriy amaliy va tashkiliy yordam ko'rsatilmoqda. Birlashgan Arab Amirligidagi O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari va mutasaddi tashkilotlar tomonidan vaziyat doimiy ravishda monitoring qilinib, har bir murojaat tezkor tarzda ko'rib chiqilmoqda. Vatandoshlarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning qiyin vaziyatlarda qo'llab-quvvatlash ishlari izchil davom ettirilmoqda, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaqin Sharqdagi vaziyat tufayli ushbu mintaqadagi o'zbekistonliklarni evakuatsiya qilish bo'yicha Bosh vazir Abdulla Aripovga topshiriq bergandi. Ushbu xabarimiz qalampir.uz nashridan sizlarga ovozli xabar qilib YouTube kanalimizga joylashtirildi. Bizni kuzatib boring.